Salom do'stlar, bugün sizler bilan biz Minecraft o'ynayapmiz. Men bugun o'zimga uy ko'raman. Mana bu shahardan qani boshladik. Hozir nastroydan to'g'rilaymiz. Qayerdan uy topsam ekan? Men hozir mashinamda uy topaman. Qayerdan uy topish, qaysi uy yaxshi ekan? O'sha yerda aniqlab borib ko'raman. Mana bu uy yaxshimikan? O'sha uyga kirib ko'raychi. Yo mana shunga Nargisiga ham mana shunga kirib ko'raman, bo'lmasa mana shu uyga. Qaraychi, men kirib ko'ray. Kirish joy. Yo, mana bunga kirib ko'raman. Mana shu yaxshiroq ekan menga. Sal mana bu yerdan mashinani olib chiqaman. Bitta oyna bor ekan. Bo'lmasa mana shu yerga mashinani qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Ana bu yerda kirish joyi qayerda ekan? Ana yo'lning narigi tarafida bo'lsa kerak-da. O'sha yerga borib ko'raychi. Narigi tarafda, mana shu yerda. Bu yerga qaytib kiradi. Shu yerga mashinani qo'yaychi. Yerga chiqadigan joy ham yo'q. Bo'ldi, boshqa uyni ko'raman. Mana shu uyni ko'raychi. Balki mana shu uyda bo'lib qolar. Qaraychi, bu uy ham bo'lmaydi. Sal kichikroq uy bo'lsa, shinamroq bo'lsa bo'lardi. Mana uyni ko'raychi. Yo, mana uyni. Mana shu uy bo'lsa kerak, menimcha. Mana yerga kiraman. Bu tashqariga yo'llar. Bu uymi shunda hozir? Bo'lishi mumkin. Tepasida yaxshi uylar bor-ku. Hozir bu yoqda ham ko'raychi. Ber. Aniq uy emas, sevetlar. Yo'q. Betlar uy emas. Shunday bilinib turibdi. Qanaqadir restoranmi? Bitta uy qo'sam aniq bo'lmasa kerak. Chunki bu yerda bo'lmaydi-da. Qo'yishim kerak lekin. Mashinam qayerga qo'ydim? Bu yoqqa qo'ydimmi? Ko'chani ko'raychi. Mana yerda do'kon ham bor ekan hozir. Shuni ko'raman. Birinchi mashinamni topib olay. Mashinamni yo'qotib qo'ydim. Men mana shu yerdan kirdimmi yoki boshqa yoqdan kirdimmi?
Vay. Endi nima bo'ladi? Endi peshkom yuraman. Ha, o'zi chiqib qoladi, o'zi hozir baribir mashinada hech qanday foydasi ekani yo'q. Shuning uchun o'zim peshkom bitta ko'raman. Hozir bitta do'kon bor ekan, o'shanga kirib ko'raychi, nimalar bor ekan. Bitta kameralar bor. Bitta Steve'ning kallasi. Kameralar qo'yilgan ekan bu yerga. Bu yerda nima qilaman men endi borib uy ko'ray. Kech ham bo'lib qoldi. Mana shu yerda uxlab olsam bo'larmikan? Mana shu do'konda uxlab olaman. Ertalab ham bo'ldi. Endi men yana o'sha uy izlashga tushaman. Tezroq uy topsam yaxshi bo'lardi. Bu yerda yo'qmikan uy? Uy yo'q, boshqa narsamikan? Uy. Nima bu yerda? Bayroq. Front desk. Bir qanaqadir ish joyi bo'lsa kerak. Bu yerda ular nima qilyapti? Kerak emas. Bu yerga kirib ko'raychi. Nima bor ekan? Nima? Tualetga o'xshagan joy ekan. Kichik xonalar bor ekan. Endi men tepa qavatini ko'raychi. Balki tepa qavatida yashasa bo'lar, balki uydir. Yo'q. Bu yerda ham yashasa bo'lmaydi. Qaraychi, bu yerda ham bo'lmadi. Endi mana shu yerga kirib ko'raman endi. Mashina yo'q, o'rganib qoldim mashina bo'lishi. Endi mana shu yerga kirib ko'raman. Do'konmi deyman past. Bitta, tashqariga chiqish joyi. Qaraychi, endi men bitta tepaga chiqadigan joyni izlab, tepaga chiqaman. Qorong'u. Mana kirib ko'raychi, fakel ham yo'q. Tinchgina ketaverganmiz yaxshi. Boshqa eshiklarda balki fakel bo'lar. Bu ham chiqish eshik. Mana bu yerdan endi men chiqaman. Bu bo'lmadi, mana bu yerni ko'raychi. Nima bu yerga? Open ochiq deb yozib qo'yibdi. Bu yerdan bu nima? Mashina. Tez yordam mashina. O't o'chiruvchi mashinasi. Demak, bu yer biron bir korxona bo'lsa kerak. Ha, mana aytdim-ku. Chiqib ko'ramiz. Temir eshik ekan hozir. Qaraychi, bu yer ham bo'lmaydi. Qaraychi, tezroq uy topishim kerak. Bu yuk mashinasi. Vay, yasalgan ekan.
Короче, mana shu uy bo'lishi kerak. Men mana shu yerda nima bo'lsa ham tunib, mana shu yerda uy qilib olaman. Mana shu nima bo'lsa ham shu yerda uy qilib olaman. Qani, uymi deyman bet. Qani, ko'rakchi. Bu kakras uy ekan. Wow. Va nihoyat o'zimga uy topdim. Endi narsalarimni qo'yib joylashsam ham bo'ladi. Yonidagi uy ko'rib chiqaychi. Bu uy ham xuddi shunday prosta. Ha, mana shu ekanda, meniki bo'lmasa. Bitta narsa qilamiz hozir. Bu yerdagilar eshik kammi deyman. Ana, hech kim bilmasin. Tezroq olib borish yerga ikki xil eshik bo'lib qolsam, qo'yaman. Mana. Harna eshikda. Buni ham xuddi tepa qavati shunaqa bo'lsa kerak. Balki yotoqlar. Wow, mana shunaqa uy kerak edi menga o'zi. Короче, mana shu meni uyim bugundan boshlab. Bular qimirlab turar ekan. Ha, tushundim. Endi настройкаga kiramiz. Do'stlar, men mana siz uy topaman degandim, o'zimga uy topdim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Yana videolar chiqaramiz. Tezroq like va obuna bo'lingizlar.